Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yangi kelgan adabiyotlarimizdan chet el yozuvchisi Hans Christian Andersenning 12 yo'lovchi nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Andersen ertaklari shunchaki xayoliy voqealar tasviri emas, aksincha jonli hayot bilan bog'liq hayotiy hikoyalardir. Ularda buyum va hodisalarga fantastik tus beriladi, jonlantiriladi, harakatga keltiriladi. O'quvchi uni ertaklaridan zavq oladi. O'zi uchun kerakli xulosalar qissadan qissa chiqaradi, tarbiyalanadi. Shuning uchun ham zavq beradigan, ham o'yga toldiradigan chinakam hayotiy ertaklar yaratish an'anasi aynan Andersen ijodi bilan boshlanganini aytsak xato qilmaymiz. Uning ertaklarida g'alamislik, ikkiyuzlamachilik, loyqatlik, kibr-havo, dangasalik va landovurlik, johillik kabi salbiy sifatlar tanqid qilinadi. Rahmdillik, aqllilik, fidoyilik, sobit qadamlik, oqibatlilik singari ijobiy fazilatlar ulug'lanadi. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.